Assalomu alaykum futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklari bilan O'zbek futboli kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Qadrli do'stlar, mana shu kichik mehnatimizni qadrlagan holda ushbu kanalimizga bir dona like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Siz uchun arzimagan bu ish biz uchun juda ham muhim. Qadrli do'stlar, bizning kanalimizda hech qanday pornografik yoki qimorga targ'ib qiluvchi reklamalar chiqmaydi. Shuning uchun iltimos obuna bo'lib bizni qo'llab-quvvatlashni unutmang. Biz esa bugungi dasturimizni boshladik. Ekspertlarning xulosasi Abduqodir Husanovni xursand qildi. Bugun Angliya Liga Kubogining yarim final bosqichidan o'rin olgan javob bahsida Manchester City Newcastle Unitedni 3-1 hisobida mag'lubiyatga uchratdi va final yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Mazkur to'qnashuvni hamyurtimiz Abduqodir Husanov asosiy tarkibda boshlab, to'liq o'tkazishga muvaffaq bo'ldi. Vakilimizning statistikasi bilan tanishing. O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov o'ynayotgan Manchester City Angliya Liga Kubogi, Carabao Kubogi finalda bosh sovrin uchun kurashadigan bo'ldi. Manchester Cityning navbatdagi raqibi Arsenal bo'ladi. Abduqodir Husanovga ekspertlar quyidagicha baho berdi. Abduqodir Husanov 6 ball. Ikkinchi taymda ayrim xatolar bo'lganiga qaramay, butun o'yin davomida himoyada mustahkam harakat qildi. Ayniqsa uning tezligi bir necha vaziyatlarni bartaraf etishda qo'l keldi. Yoshko Gvardiola va Ruben Diashning jarohatlari so'nggi haftalarda City pozitsiyalariga zarba berdi, ammo shubhasiz ko'proq o'yin amaliyoti tufayli Abduqodirning individual mahorati o'sdi. Josep Gvardiola shogirdlari yarim finalda Newcastle ga to'qnash keldi. Raqib maydonida o'tgan dastlabki bahsda 2-0 hisobida zafar quchgan shaharliklar javob o'yinida bu ustunlikni mustahkamladi. Umar Marmushning dubli va Tijani Reindresning bitta goli Manchester Cityga ikkinchi uchrashuvda 3-1 hisobida g'alaba keltirdi. Newcastlening yagona javob to'pini Anthony Allenga hisobiga yozildi. Qadrli do'stlar, agarda hamyurtimiz Abduqodir Husanovning Newcastle Unitedga qarshi harakatlarini, bundan tashqari Abbos va Eldorning gollarini ko'rmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada yozilgan silka orqali Telegram kanalimizga qo'shilib qo'ying. Telegram kanalimizda hamyurtlarimizning o'yinlari har doim jonli efirda translyatsiya qilib beriladi. O'zbek legionerlari gol urgan bahsdan keyin Başakşehir bosh murabbiyi nimalar dedi? Turkiya Kubogi A guruhining 3-turi doirasida Istanbul Başakşehir jamoasi safarda Fatih Karamo'g'iyni 4-1 hisobida mag'lub etdi. Uchrashuvdan so'ng Başakşehir bosh murabbiyi Nuriy Shahin matbuot anjumanida fikr bildirdi. O'yinni boshidan oxirigacha nazorat qildik va juda ko'p golli vaziyatlar yaratdik. Raqibga deyarli imkoniyat bermadik. To'plar nisbati uchun yana ko'proq gol urishimiz ham mumkin edi. Futbolchilarimni tabriklayman. Kubokda Trabzonsporga qarshi finalga teng bahs o'tkazamiz. O'sha o'yinda ham g'alaba qozonib keyingi bosqichga chiqishni istaymiz deb fikr bildirgan mutaxassis. Nuriy Shahin: bu mavsum Turkiya Kubogida final yoki chempionlikni maqsad deb bilasizmi degan savolga quyidagicha javob berdi. Albatta, bu bizning aniq maqsadimiz. Ushbu tizimda guruhdan chiqish oson bo'lmaydi. Taqvim jihatdan ham katta ustunligimiz bo'lmadi. Chempionatning ilk uchligidan ikki jamoa bilan o'ynayapmiz. Ammo bu bahona emas, inshaalloh. Trabzonsporni ham mag'lub etib, keyingi bosqichga chiqmoqchimiz. Keyingi bosqichga chiqsak, eng kuchli 8 jamoa safiga qo'shilamiz. U yerdagi asosiy maqsadimiz finalda o'ynash va kubokni qo'lga kiritish. Shuningdek, uchrashuvda gol urib o'yinni bilan e'tibor qozongan xorvatiyalik chap qanot futbolchisi Ivan Brinch haqida ham to'xtalib o'tdi. Ivan Brinch biz uchun juda muhim futbolchi. Qachon maydonga tushsa foyda keltiradi. Uning nomidan juda xursandman. Biz bir-birimizni yanada yaxshiroq tushuna boshladik. Avvalroq to'psiz harakatlarda muammolari bor edi. Hozir esa bir-birimizni juda yaxshi anglayapmiz deb o'ylayman deb fikr bildirgan Nuriy Shahin. Qadrli do'stlar, ma'lumot uchun aytib o'taman. Ushbu uchrashuvda hamyurtlarimiz Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev ham o'z hisoblariga gol yozdirib qo'ydi. Qadrli do'stlar, albatta mana shu yo'lda hamyurtlarimiz Abduqodir Husanov, Abbosbek Fayzullayev va Eldor Shomurodovlarga omad tilagan holda kommentariyaga tushib, Olg'a O'zbekiston, Olg'a Eldor Shomurodov, Olg'a Abbosbek Fayzullayev va Olg'a Abduqodir Husanov deb yozib qo'yishni unutmang va agarda Eldor Abbosning gollari va Abduqodir Husanovning o'yindagi harakatlarini ko'rmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada yozilgan silka orqali Telegram kanalimizga qo'shilib qo'ying va Telegram kanalimizda barcha hamyurtlarimizning o'yinlari jonli efirda translyatsiya qilib beriladi. Mana do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. O'zbek futboli kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.